O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Aynan mamlakat rahbarining ko'z o'ngida chempion bo'lib faoliyatni boshlagan futbolchilardan biri edi. Qo'y! O'zbekiston kelyapti! Assalomu alaykum. Video boshidanoq hammani bugungi bayram bilan, ya'ni O'zbekistonning g'alabasi bilan tabriklayman. O'zbekiston Qatarni 3-0 hisobida yutdi. Videoni aynan ana shu 3 ta urilgan golni ham mana shu videoda ko'rib borsalaring bo'ladi va bugungi kunda futbolda bo'lgan eng qiziqarli voqealarni ham mana shu kanalimizda, mana shu videoda ko'rib borsalaring bo'ladi. Video boshlanishidan oldin shuni eslatib o'tamanki, videoni futbolchilarimiz ham ko'rib borishadi. Shunga izohlarda fikrlaringni chiroyli qilib yozib ketsalaring bo'ladi. Qani bo'lmasa videoni bez komment gapirmasdan sizlarga qo'yib beraman. Qani bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum. Bugungi o'yin haqida qisqacha ma'lumot. Oddiy gap. Qoch! O'zbekiston kelyapti! Birinchi raqamda Igor Sergeyev. Maşallah O'zbekiston. Sizlarga ishonganmiz. O'zgartirdim o'zim, atrofim yo'qmikanda, foyda yo'q boshqalarni emlab o'zim oqlaganda. Yillar o'tib bo'lgandim, ko'p bilishga, intilishga, nimanidir xohlaganda. Taniydi menga ham kimdir shu gaplarni aytganda. Sen o'zmassan, o'zing borsan, bekorchimassan, o'zing borsan.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Futbol bo'yicha Osiyoning eng kuchli jamoalari o'rtasidagi saralash musobaqalarida chinakam jasorat va matonat fazilatlarini, yuksak professionalizm va azmu shijoat namunasini ko'rsatib, ulkan g'alabaga erishgani, vatanimiz tarixida birinchi marta jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgani, yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi shon-shuhratini yuksaltirish, yosh avlodni ona yurtga muhabbat, milliy g'urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarida faol ishtirok etib kelayotgani uchun quyidagilar mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Futbol bo'yicha Osiyoning eng kuchli jamoalari o'rtasidagi saralash musobaqalarida chinakam jasorat Husanov Abdulqodir Alijonov Hoji Akbar Ulug'bek o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Aliqulov Husniddin Ro'zi o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Ashurmatov Rustamjon Elyorovich. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi. Yakuniy hisob 3-0. O'zbekiston terma jamoasi g'alaba qozondi. Ladies and gentlemen, the Asian Football Confederation is proud to announce the player of the match presented by
oxirida ketar moddam xotirjam o'zbegim mani millatim donishmand devonxonam bu yerlarni kezdi bo'lib hayollar xarobotilar devonayu mashoyix abdollar ibn sino bobollarim hazrati naqshband darajati ulug'lar tavgardonlar terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod hozirgi kunda ham noayyon bardamon endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim ulug'bek bobom Hamida bayram O'zbekiston terma jamoamiz chiqqan. Shuning uchun nima shu qanaqa bo'lsa biz tinmashimiz kerak. O'yin to'ymashimiz kerak, baqirishimiz kerak. Temuriylar keldi! Temuriylar keldi! Portoli Qatar terma jamoasini bugun katta xatar kutmoqda. Qoch O'zbekiston kelyapti. Bugungi bahsni kuzatish uchun va nihoyat kutilgan mehmonimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashrif buyurdilar. O'yindan keyin menimcha asosiy taqdirlash marosimida o'zlari ishtirok etsalar kerak. O'zbekiston! Rahmat! Assalomu alaykum. Atmosfera просто bomba. Gap yo'q. Mana futbolga kelganmiz, stadionga kirdik. O'zbekiston Qatar. Prezidentga mana bu. Mana Qatar prezidentidan kelgan pasta. Bitta
Baribir jazolanadigan bo'ldi. Abduqodir. Voy. Bo'ldi? Azar, yurak sizlar bilan. Birinchi raqam O'tkir Yusuf. Ikkinchi raqam Abduqodir. Number 3, uchinchi raqam. İsmi nima? Shot nechi bo'ladi? Taxminiy shot. Taxminiy shot nechi bo'ladi? Nechi bo'ladi? Hisob so'rayapti. Hisob. Taxminan nechi? O'zbekiston nechi ketadi? Xudo xolasa. Nechi bo'lsin? 2-0. 2-0. Sezyapsizlarmi? Juda ham ko'pchilik 2-0 kutyapti. Boshida do'ppisini yarashganini qaranglar bu bolani. Ana endi mana go'zal bola bo'ldi. Men bu nima deyapman bu? Bayroq, atmosfera. Tayyorgarlikni qaranglar. Aka olma, ishlaravering. Choynakni qopog'ini yopganda yarashtiribdi aka. Uradimi, urmaydimi? Pas ham yaxshi bo'ldi. Qatarliklar shug'ullanyapti. Afif sherda, afif. Bilet olmaganlar bo'lsa, bilet qolmadi deyapti hamma, lekin 2 soat vaqtingiz bor, biletni olib bemalol. Hammaning qo'lida bileti bor, bemalol olsanglar bo'ladi. Narxi 400 mingdan 800 minggacha bo'lyapti biletlar narxi. Sotishyapti bu yerda hamma. Kamyarchilik olmadi bu yerda. Nega? 1 milliondan biletlar onasin deymiz. Shunaqa bo'lib ketdimi? Aka, ishonavering, bunaqa joyda yaxshi. 75 minglik biletlar mana 1 milliondan. Olib sotdilar, yaxshi aka. Ana bo'lmasa. Kirish ochildi mana. Ichkariga qo'yyapti, o'sha kassa eshiklari ochildi mana, hamma o'sha kirishni boshladi mana. O'zbekiston Qatar o'yinishiga ozgina fursatlar qoldi. Aka, bugun o'yin nechi bo'ladi? 2-0. 2-0. Sizgacha? 2-1 o'sha. Topganga sovg'an bor. Sizga nechi bo'ladi? Nechiya bo'ladi aka? Nechiya? Qanaqa shot bo'lishidan durang bo'ladi. Siz bizga do'stmisiz, ayoqqami? Men o'zimizga do'stman, lekin o'ylayman nechiya bo'ladi aka. Javobingizda qolasizmi? 2-1. Sizchi? 2-0. Sizgacha? 2-1. 2-1. Sovg'a nima? Nima sovg'a berasiz? Sovg'a sir bo'ladi aka. Futbolga bilet demang faqat. Yo'q. Ko'ramiz. O'zbekiston Qatar sizlar uchun nechi bo'ladi? Do'ppilar nima ekan bu do'ppilar? Do'ppi berishayotgan ekan. Nech pul ekan aka bu do'ppi? Tekinmi? Tekin ekan. Toch bering qani bu? 59 mi? Qani 59. Assalomu alaykum. Kuzatib boramiz. Rahmat. Qani yarashdimi? Nima deyapti? Qani, zo'r. Ol, chiqib ekan. Sanjar aka? Oling, endi sheriklarga beramiz. Yo, tekin ekan. Bepul ekan. Yaxshimi? Mana, sheriklarga. Ketishgan. Stadionga futbollarga tushib tursanglar, mana shunaqa do'ppilar ham berib tushar ekan mana. Nima degan bular? Nima deyapti? 2-0. 2-0. 2-0 ekan. 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 2-0
Ya bloger ekan o'zi. Ha, Chorsi shu yerda. Chig'atoy shu yerda. 5 ta hashdan kirsa ham bo'ladi biz. Ana Bunyodkorda bilet yo'liga, gap yo'liga imkoniyatlar qilib berishdi. Mana bu yerda avtobus qo'yishgan. Mana bilet yo'liga hayot kassasiga monitor qo'yilgan ekan, avtobusga qilib berib, mana odamlarni jo'natishyapti. Gap yo'q, respekt. Mana shu joyga respekt. Eshitdingmi? Monitor qo'yilgan. Avtobusga boradi, avtobusga qo'yildi. Mana Bunyodkor stadionida bileti yo'q insonlarga mana bu yerda avtobus qo'yib, hayot kassasini oldiga hattoki tekinga olib borib qo'yishyapti. Mana respekt. Mana nechta avtobus bor? 1, 2. Xullas avtobuslarni antgacha bor. Bileti yo'q shuncha fuqarolarga mana Alloh rozi bo'lsin. Bunyodkor stadioni mana shu narsasiga respekt. Bileti yo'q odamlarga mana avtobus qilib berib, dajishto katta monitor ham qo'yib berishibdi. Mana bu joyga respekt. Bileti yo'q, qayerda futbol ko'rsam ekan deydiganlarga mana shu videoni jo'natib qo'yib, like bosib tarqatinglar. Yana bitta zo'r yangilik bor. Hozir uni ham qo'yamiz. Mamlakat rahbarining ko'z o'ngida chempion bo'lib faoliyatni boshlagan futbolchilardan biri edi. Abbos Fayzullayev. Hamrobekov Odiljon Sohibjonovlar. Hamrobekov Odiljon Sohibjonovlar yarim himoyachisi. Necha yillardan beri terma jamoamizning ishonchli tayanch himoyachilaridan biri. Futbolchilarimizning eng baxtli damlaridan biri. Keyinchalik vaqt o'tib ularga savol beriladi. Sanov Abduqodir Hikmatjonov. Futbolchi O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jonovlar. Abduqodir Sanov. Bu ham futbolimizning katta yutuqlaridan biri. Chunki Yevropaning kuchli 5lik chempionatlarida o'ynagan futbolchi. Shomurodov Eldor Azamatov. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov. Ya'ni avvallari biz Rossiya, Ukraina chempionatidagi futbolchilar bilan cheklanib qolardik, lekin yangi yo'nalishlar ochildi. Yangi davollar bosib o'tilyapti. Rahmat Eldor, hammasi uchun rahmat. Kerakli paytda ikkinchi golni urib berding. Shukurov Otabek Xayratov. Shukurov Otabek Xayratov oyoqdan jarohat olgan edi. Yarim himoyachisi shuni o'tkazib yubordi. Lekin o'tgan safar jarohati bilan o'ynadi. Shubhasiz terma jamoaning eng yetakchi vakillaridan biri. Shubhasiz terma jamoaning eng jonkuyar futbolchilaridan biri. Eng ko'p kuyuladiganlardan biri. Otabek Shukurov. Ergashev Botirali Haydarali o'g'li. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozaboni. Ergashev Botirali Haydarali o'g'li darvozabonlarimizdan biri.
boya aytib o'tdim-ku, barcha hech kim chetda qolayotgani yo'q. Kimdir aytishi mumkin, zaxira vakillari. Assalomu alaykum. Bugun 10-iyun soat kechqurun 1 biz qardosh Tojikiston Respublikasi Xo'jand Jabbor Rasulov tumani rahmatli Yangi qishloq rahmatli Hojiboy Hojiboyevning uylariga keldik. Yonimda Bekmurod aka, Tojiboyev aka biror bir so'z aytsangiz, odamlar ishonmaydi menga hozir. Avvalo xush kelibsizlar. Qancha yo'l bosib kelgani uchun boshimiz osmonda minnatdormiz. Xo'p. Akamning muxlislariga, tanigan bilganlarga hammasiga alangali oilamiz nomidan salom yo'llaymiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Aka, siz bilan ertaga Xudo xolasa O'zbekiston Qatar o'yiniga taklif qilamiz, olib boramiz albatta va bitta ish qilamiz. Ertaga Xudo xolasa o'sha rahmatli akangizni orzularini amalga oshiramiz. Stadionda o'tirib marojniy yeymiz, muzqaymoq yeymiz. Rahmat. Men atalash muzqaymoq sotib olaman-da, siz bilan o'tirib muzqaymoq yeyib o'tiramiz. Ertasiga yeymiz, keyingi yilga Xudo xolasa to'g'ri, keyingi yilmidi? 2026. 2026 ga keyin Amerikadan unda ham o'tirib yeymiz Xudo xolasa. Rahmat. Bo'ldi aka. Taklifga rozimiz. Xudo xolasa nima deydi? O'zbekiston Qatar, O'zbekistonga omad. Salomat bo'linglar.